Chokoberrini uy sharoitida o'rganamiz. Muzday suvda klubnikalarimizni yuvib olib, qog'oz salfetka bilan artib olamiz. Keyin artilgan klubnikalarimizni 10 daqiqa davomida muzlatgichda sovutib olamiz. Bu vaqt oralig'ida shokoladni tayyorlab olishingiz mumkin. Shokoladni eritish uchun mikrovolnovkadan foydalansangiz osonroq bo'ladi. Uyingizda bor har xil turdagi shokoladni olib, mikrovolnovkada 1 daqiqa davomida eritasiz. Har 10 soniyadan aralashtirib turasiz va shokolad tayyor. Unga muzlatgichdan olgan klubnikalarimizni botirib olamiz va xona haroratida qo'yib qo'ysak, o'zi shunday qotadi. Klubnikalarim xuddi pomidorga o'xshab chiqdi, chiroyli bo'lib, lekin men ustidan oq shokolad ham qo'yib chiqdim. Nima deb o'ylaysiz? Chokoberilarim o'xshadimikan? Buni birinchi marta tayyorlashim. Siz ham tayyorlab ko'ring. Lekin juda oson ekan. Bu usuldan foydalansangiz aniq afsuslanmaysiz. Ta'miga esa gap yo'q. Hammaga yoqimli ishtaha.